Agarda siz kreditingizni to'lay olmayotgan bo'lsangiz, sizga ushbu kreditingizni to'lashda moliyaviy imtiyozlar beriladi. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Agarda siz kredit olgan bo'lsangiz va ushbu kreditingizni moliyaviy qiyinchiliklar sababli o'z vaqtida to'lay olmayotgan bo'lsangiz, bank tomonidan sizga ushbu kreditingizni to'lash uchun moliyaviy imtiyozlar beriladi. Ushbu imtiyozlar quyidagilardan iborat bo'ladi. Ya'ni sizga kredit to'lovlarining muddatini uzaytirib berish va kreditning foiz stavkasini kamaytirish hamda kreditni o'z vaqtida to'lamaganlik sababli penya va jarimaning miqdorini kamaytirishdan iborat bo'ladi. Agarda ushbu qonun loyihasi kuchga kirib, amalda joriy etiladigan bo'lsa, kredit olgan fuqarolarga anchagina qulaylik yaratiladi. Sizningcha ushbu moliyaviy imtiyozlar fuqarolar uchun qulaymi yoki zararmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va boshqa masalalarda advokatlik xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.